Abi uni dema o'tkazib baragadakani jirkib meni urarlar-ku. Bo'ldi. Turunchi stolni chekini chiqarib qo'yaman, bo'ldi. Ha, bo'ptimi, ketibdimi tamannoga. Oku. O'ga ko'ramata bile kelishgan ekan. Zo'r-ku. O'yga borar ekanmi? Hayyo, sizni nima qilamiz? Unta to'rg'am shashlay beringlar, avomlar aytibdilar. Voy, o'nta shashliga. Voy, yana yutib qo'yarkanman-da. Ilohim 19-stolga qarab qo'ying-a. Yana nima keldi? Oka avoho jo'natdilar. Avoho jo'nat. Borar ekanmi endi? Oka, sizni nima qilishadi? 4 kilo farel degan baliqdan so'slarga dimlatib issiqqina berib yuborarkan, ashunga jo'natdilar. Nima? Turklar shuncha baliqni nima qilar ekansilar? Qo'shimlagan tarqatilarkanmi? Kema yo'qol. Kema oyligim qolmadi o'zi yo'qol. Yo'qol debdimi? Makilning yana. Avamlar aytdilar, opomlenika Jizzaxdan mehmon kelitgan ekan, ashingani o'tgan hafta olib borgan ekan, qimmatsa tamannoniki. U qimmat-ku. Ashundan 3 kishilik olib borib berish kerak ekan, men o'zim Hamzanika o'tirib olib borib berar ekanman. Voy, yana-ya. Menga qarang, ukang hadeb kelar ekanmi? Ha, gapirma, hozir ham kelib ketdi. Voy, uni buni qo'y, ko'p yozdirib yuborsan, lekin boshliq yomon. Boshliq yomon. Boshliqdan avoho yomon-da. Okay, avomlar jo'natib oldilar, quruq choy olib berar ekan. Quruq choy.